Belgiyaning poytaxti Brüsselda o'tkazilgan Shimoliy Atlantik Ehdi tashkiloti boshliqlar yig'inidan keyin birlashma bayonot e'lon qilindi. Bayonotda Xitoy hukumatidan Rossiyani qo'llamaslik talab qilindi. Bayonotda aytilishicha, Shimoliy Atlantik Ehdi tashkilotidagi davlatlar Rossiyaga qarshi harbiy harakatini kuchaytirishga qo'shilgan. Yig'in yana Shimoliy Atlantik Ehdi tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenbergning vazifa o'tash muddati 2023 yil 30 sentabrgacha uzartirilgan. Xitoy hukumati Amerika Federatsiya aloqa komitetining Xitoy Tinch okean tori va uning tarmoq sherikati Comnetning telegraf mulozimat ijozatnomasini bekor qilganligini aybladi. Mazkur komitet davlat bexatarligi sababidan Tinch okean tori va Comnetning mulozimat ijozatnomasini bekor qilgan. Amerika Federatsiya aloqa komiteti buningdan ilgari Xitoy birlashma xabarlashish va Xitoy telegraf shirkatlarini Amerika bozoridan chiqarib o'tgan hamda Xitoy ko'chma xabarlashish shirkatiga ijozatnoma berishni rad qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Pokistondagi ziyaratidan keyin Afg'onistonni tuyuqsiz ziyorat qildi. Wang Yining ziyarati Taliban Afg'onistonda hokimiyat beshiga chiqqandan buyon Xitoyning bu davlatga eng yuqori darajalik ziyarati bo'lib qoldi. Afg'onistonning Sharqiy Turkiston bilan tutishadigan tor chegara koridori bor bo'lib, tahlilchilarning qarashicha, Xitoy bu yerdagi muqimsizlikning chegara rayonlariga ta'sir qilishidan ansiraydi. Dushanba kuni 123 yo'lovchi va 9 aeroplan xodimi bilan uchgandan keyin tushib ketgan Xitoy Sharqiy aviatsiya shirkatining aeroplanining motor va turbinlik zapchastlari tepildi. Egilanishicha, tepilgan 183 parcha ichida aeroplanning ichki qora qutisi va motorning peyqirg'utisi bor ekan. Aeroplanning nima uchun tuyuqsiz butunlay cho'kib, toqqa so'qilib ketganligi texnik aniq emas. Amerika Olam qatnashi idorasi SpaceX shirkati bilan bo'lgan raqobatni kuchaytirish uchun olam uchquchilarini Oy shariga ilib boradigan ikkinchi turning taraqqiyotiga madad beradiganligini e'lon qildi. Agar hamma ishlar plandagidek bo'lsa, 1972 yildagi Apollo planidan keyin insonlarning tunji qatim Oy shariga ilib boradigan Artemis 3 plani 2025 yili amalga oshadi. Amerika savdo vakili ishxonasi Xitoydan import qilingan 352 xil mahsulotning tamojna bejini kechirim qilishini asliga keltirganligini e'lon qildi. Bu mahsulotlar pompa va elektr motori, bir qism mashina zapchaslari va qiymilik buyumlar qatorliq sanoat buyumlarini hamda sumka, velosiped, chang-to'zon sumirgish qatorliq boshqa iste'mol mahsulotlarini o'z ichiga oladi. Bu mahsulotlar amaliyotda Amerikaning sobiq prezidenti Trumpning jazo tamojna beji olmoqchi bo'lgan Xitoy mahsulotlarining bir qismi edi. 2016 yili boshlangan cho'ng tutqunda Urumchidagi Uyg'urlarni keng ko'lamda yurtga qaytarib tutqun qilgan Xitoy hukumati navbatda Urumchiga nopos qulbul qilishni texnik kengaytgan. Biyondan xabarlar to'rining oshkorlashicha, Urumchi shahri 20 mart kuni Urumchi shahrining noposga tizimlatish uqtirishini e'lon qilib, noposga o'rlashish kanallarini texnik ko'paytgan, shart sharoitini texnik kengaytgan. Kuzatuvchilar bu siyosatning Urumchiga texnik ko'p Xitoy jalb qilishni maqsad qilganligini ilgari surmoqda.